Oh. Oling. Futbol keldi. Qo'ydim. Mana qo'ydim hozir. Ichkadim. Ishim qilib. Tezroq bo'l, men bugun kiyishim kerak ekan. Namoz boshlanadi hozir. Oh. Oy, bulla. Nima bu? Futbolga? Mana nima? Mana nima? Yig'ishtiring kamerangizni. Mana nima? Nima bu? Nima bu? Nima bu? Pomada. Kimni pomadasi? Kimni pomadasi? O'zingniki? O'zimniki emas bu. Kimni pomadasi? Soch nima unda sariq? Qaysi soch? Kulyapsiz hozir. Ketaman uyga. Rostdan ketasan. Ketaman. Yig'ishtiring kamerangizni. Senga kofe tayyorlab keldim. Nima munosabat bilan? O'zi chiroyli qilib Instagramga qo'yamiz. Prank qilmang, atrofiga qalampir surtib qo'ydingiz. Yo'q. Yo'q. Qasam iching. Bula gapim, zub tayyor degan. Keyinroqcha mana. Yo'q, hozir hech. Yo'q. Xafa bo'laman men. Buncha to'ldirib tur, orqasiga ham qilma. Ashta. O'zi ma'no nima? Oq balkim qora bo'lib, qora oq bo'lib chiqsa-chi. O'zi biladi. Meni loh qildinglar. Men bu videoni ko'rgan edim, borib ko'rgan edim men bu videoni. Loh bo'ldi. Lo'qlar lo'q bo'larmi? Xullas effektni yomoni. Shu effektni hozir erimda sinab ko'ramiz. Ketdik. Adasi. Hozir. Xullas mana bu effektda 2 minut turib bersangiz, sizga 200 ming. Eshityapsizlarmi tashqaridagi ovozni? Uyingiz baland ekan, zo'r joyda joylashgan ekan deyishdi ko'pchilik. Ha, qizlar, uyim zo'r joyda joylashgan, lekin eshityapsizlarmi ovozni? Baland joyda joylashganni bitta minus tomoni shunda ekanki, biz ko'chib kelganimizdan beri huvillagan qanaqadir ovoz keladi shamol bo'lganda. Eshityapsizlarmi tashqaridagi ovozni? Uyga ko'chib kelganimizdan beri xuddi shunaqa ovozlar eshitiladi. Birinchi marta eshitganimda juda ham qo'rqib ketganman. Soat 2-3 kechasi eshitilgan bunaqa ovoz. Keyin bilsam, shamol bo'lganda shunaqa ovoz eshitilar ekan. Baland uylarni hammasida shunaqami bilmayman-ku, lekin bizning uyimizda xuddi shunaqa shamol bo'lganda shunaqa qo'rqinchli ovozlar eshitiladi. Ayniqsa kechasi 2-3larda tasavvur qilinglar. Endi yomg'ir boshladi. Shunaqa havo zo'r. Shamol tugadi.